O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Bizning kanalda har kunlik va haftalik ob-havo ma'lumotlarini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi bir dona like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Allohim doimo qo'llasin. O'zgidromet markazi 17, 18, 19 may kungi ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 18 may kuni ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 5-10 metr sekund tezlikda esadi. 18 may kuni ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 17, 18 may kuni 18-23 daraja, 19 may kuni 15-20 daraja, kunduzi 17 may kuni 35-40 daraja, 18-19 may kuni 30-35 daraja issiq bo'ladi. Respublikamizning tog'li hamda tog'oldi hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda havo o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 18 may kuni ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. 17-18 may kuni ba'zi joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat 17 may kuni kechasi 13-18 daraja, kunduzi 26-31 daraja, ba'zi joylarda 32-33 darajagacha. 18 may kuni kechasi 13-18 daraja, kunduzi 20-25 daraja. 19 may kuni kechasi 10-15 daraja, kunduzi 17-22 daraja issiq bo'ladi. O'zingizni asrang, xayr, salomat bo'ling.